Assalomu alaykum. Mana bugun detskiy mashinamizni o'ngga chapga aylantirish haqida qisqacha video olmoqchiman. Ikkita xullas jami 6 ta sim, 4 ta sim kerak. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu uchi bilan bu uchini bitta qilib, bu uchi bilan bu uchini o'rtasini X krist qilib ulab olamiz va o'rtaga ikkita adden ulab olamiz. Kulchatilimiz fiksatsiyali bo'lishi kerak. Mana bunday o'rta xot, bu xot. 3 xotlik bo'lishi kerak. O'rta xotda xolos hech qanaqa yurmaydi detskiy mashinalarga. Ulanish tartibi qanday bo'ladi? Qizil bilan ikkita qizilga motor yo batareya farqi yo'q. Ikkita ko'kka, misol uchun ikkita qizilga batareya ulansa, ikkita ko'kka motor ulanadi. O'ngga chapga yurishini o'shanga qarab to'g'rilab olasiz. Pedal o'z joyida qolaveradi. Pedal mana shu to'rttasimda любой bittasiga uzib ulansa, o'sha yerga pedal qoldiriladi, kontakt bo'ladi. Qisqacha foydali layfhak bo'ldi deb o'ylayman. O'zini kontroller kuyib qolsa, mana shu ajoyib yechim bo'ladi deb mana shu narsani qildim. Buni juda ko'p kishilarga qilib berganmiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosin.